Darvozaga bir yaxshilab tomosha qiling. Yulduzcha fasondagi darvoza yangi asalda bahaybat, chiroyli, mustahkam darvoza. Necha qavatli deb o'ylaysiz? Videorolikni oxirigacha tomosha qilsangiz aytamiz albatta. Endi mana bunisi esa Samarqand fasondagi darvoza. Bu yerda oddiy darvozalar yig'ilmagan. Chunki mana bunaqa chotki darvozalar hammasi yasab, terib qo'yilgan. Mana bu darvoza ham zo'r. Undan tashqari arzonroq narxdagi mana bunaqa shtampovka darvozalar ham bor. Do'stlar, qaranglar, videorolik ancha foydali bo'ladi. Sababi biz mana shu yerdagi hamma darvozalarning narx-navosini yaqindan tanishtirib o'tamiz. Ya'ni bular nech qavatli hamda kvadrat metri nech puldan sotilyapti. Demak, videorolik ancha foydali bo'ladi. Chunki undan tashqari kvadrat metri 150 ming so'mlik darvoza ham bor. Videorolikni oxirigacha tomosha qilsangiz, uni ham ko'rsatamiz. Demak, unda men adres bilan tanishtirib o'taman. Adres Namangan viloyati Uychi tumani Jidakapa qishlog'i. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa, qo'llab-quvvatlash maqsadida do'stlar, bittadan like mushasini bosib qo'yinglar. Mana siz videorolikni boshladim. Usta, bir xonadon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi kelib oldingizmi? Charchamasdan, tinchmisiz? Zo'r, qarang, darvozalar hammasi xuddi san'at asariga o'xshaydi. Zo'r yasagansiz, qarang. Mana shundoq do'stlar, hammasi qo'ldan kelgancha chiroyli darvozalarni qurib obunachilaringizga harakat qildik, ilindik. Rustamjon, yana bitta gap aytib qo'yishim kerak. Qiynalgan muhtoj oilaga 150 ming so'mdan darvozamiz ham bor. Xudo xolisa, oxirigacha videoni ko'ringlar, ko'rsatamiz. Kvadrat metri 150 ming so'm. 150 ming so'mda o'sha bruj eng qalinli shtampovka darvoza muhtoj oilaga. Kommentariyaga albatta yozilsin. Gap yo'q. Do'stlar, shuning uchun men ekranga yozib qo'yganman 150 ming so'mlik darvoza deb. Hozir bizni qiladigan asosiy ishlarimiz mana shu darvozadan boshlab hammasini ko'rib chiqamiz, hattoki sexga ham kiramiz. Sex shu yerda. Shtampovkami bu? Rustamjon, bu shtampovka darvoza Buxoroga olganmiz. Oldingi videoyimizdagi chiqqan shtampovkadan olganmiz. Obunachilaringizdan bu ham. Buxoroga ikkita bir xil razmer, joyimiz ozligi uchun bittasini qo'ydik. Shtampovka darvozaning eng full varianti Rustamjon. Ikkita yoni tagi shveller. Shveller. Keyin yana bitta narsani ko'rsatib qo'ying, bizda vibra yo'q. Faqat 1.5 ga 1.5 profil ishlatamiz. Chunki bu high-techligi uchun bunga vibra qo'ysak gulli bo'lib qoladi. Shuning uchun 1.5 ga 1.5 profildan foydalanganmiz. Listi 1.2, 6 ga 4lari polni 1.3 stenkada, Shanner tomon 1.5 stenka. 1.5 stenka metr kvadratini buni 700 ming so'mdan olganman buni. 700 ming so'm metr. Nimaga 700 ming so'm degan savolga, men bu yerda arkasi yo'q. Arkasi yo'qligini hisobiga, nerjavakani kamligini hisobiga 1 kvadrat metrni 700 ming so'mdan olganmiz. Lekin zo'r chiqibdi shtampovka. Ishi sifatini bitta yaqindan ko'rsatib qo'yarsiz. Sifat, qaranglar. Shtampovka xuddaligi listlik yo'q, tortib ketibdi o'zi. Razmeri balandligi 3.85, eniga turi 38, nalishkasi bilan salkam 5 metr bo'lgan darvoza. 700 ming so'mdan. 1 kvadrat metr 700 ming so'mdan bo'lgan. Qanchaga borib to'xtagan ekan? Hisobimda bir 14 million atrofida. 14 million atrofida. Do'stlar, usta har bir viloyatga bittadan darvoza yasab, mana shuni hozir video qilaylik deyishgani uchun keldik mana. Har bir viloyatga bittadan bor. Aslida bitta viloyatga 10 tadan ham yasaysiz. Hozir Buxoroning o'ziga 8 ta bor. Buxoroning o'ziga 8 ta, mana Surxondaryoga, yana Buxoroga bittadan ko'rsataveramiz. Rustamjon, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, buni oldi orqa bir xil. Shtampovkani. Bitta qiziqishga orqasini ham bitta ko'rsatib o'ting. Oldini ko'ramiz. Oldini, keyin orqasini. Albatta. Azizlar, mana bosma darvozani, yana shtampovkani orqa tarafi. Bu orqa tarafi mana. Kutmagan. Center zamok. Endi bitta narsani ko'rsating. Rustamjon, men list bosgandan keyin mana 2 ga bir profil aylantirib chiqqanman, polni. Narxi qimmat ekan deyishdan oldin bitta ishi sifatini, bunga ketgan metalli bitta ko'rsa, unga qarab turib, xudo xolasa, bu darvozamizda 900 ming so'mlik varianti ham bor. Lekin bu 1 million 200 ming so'mdan mana shu utiplit orqa oldi kraskasi bir xil. Surxondaryoni Jarqo'rg'on tumaniga olganman. Bu shtampovka? Bu shtampovka. Utuplitl qilingan, a? Utuplitl qilingan. Darvozaning qalilligini ham bitta ko'rsating mana. Bunga ham shuncha metal ketibdi, ham shuncha mehnat ketgan. Shuncha metal. Bu leslikdan ham baquvvat. Yo'q, bu leslikka o'xshab qopti haqiqatan. Juda baquvvat. Darvoza mana eshiklari ham, mana zazorlarini ham bitta ko'rsating mana. Zazorlari ham mana chotki, xudo xolasa, chiroyli qilib Shumka qilinibdi-da, значит. Utiplit mana. Utiplit. Endi ovoz kirmaydi endi bu. Ovoz shum bo'lmaydi bunda. Shumka, utiplit sinonim почти. Ya'ni ovozni kirgizmaydi. Buni narxi keladigan bo'lsa 1 million 200 ming so'mdan olganmiz.
1 million 200 ming so'mdan. Xudo xolasa, mana yangi sezonga buni kvadratini 50 ming so'mdan tushib beraman. 1 million 150 ming so'mdan obunachilaringizga xudo xolasa chiroyli qilib beraman. Mega aksiya do'stlar. Mega aksiya. Keyingi darvozamizni tanishtiradigan bo'lsak, xo'p, bu darvozamiz Buxoroga. Buxoroga. Bularning hammasini razmerini o'zimiz borib o'lchab kelganmiz. Buni ham razmerini o'zim olganman. Razmeri xo'p 290 ga balandligi 3 metr atrofida, nalichkasi bilan bir 11,5 kvadratga boradi. Narxini 1 million 400 ming so'mdan olganman. 12 lir shvellar. Bir qavat mana. Buni qavati bilan ikkinchi qavat. Bu ham utublit qilingan. Lesli darvozada bu, ha? Bu qalin lesli 1.8 lesli darvoza. 1.8. Ikkita yoni 6x4 profillar 1.7 lik, ichi 1.5 stenka profil, asosiy listi 1.8. Xo'p, mana uzorga qo'yiladi. Uzorga qo'yiladi. Bu o'sha 0.9 chiqadi stenkasi. Buxoroga. Ana bu tashlangan joylar turibdi, teshik joylari. Yomon yarashgandi o'ziga gullari. Albatta. Egalar shuni xohlaganlar, bu darvozada ancha oldin rosa ko'p chiqarganmiz. Esingizda bo'lsa, bundan 2 yil oldin video qilganimizda ko'chadagi seximda berganmiz. Xuddi shu darvozadan rosa zakasini olganmiz bundan. To'g'ri. Hozir 1 million 200 ming so'm. Bu 1 million 400 ming 1 million 400 ming so'm. Buni 1 million 300 ming so'mligi bor, 1 million 200 ming so'mligi bor. 10 lik shvellarda bo'ladigan bo'lsa 1 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Hozir narx-navo qanaqa? Tushgan, ko'tarilgan? Hozir narx-navo o'sha 2 yil oldingi narxda turibdi bu. 1 million 400 ming so'mdan saqlab qolish inflyatsiyani hisobiga oson emas lekin. Shunaqa. O'ziga yarasha material ko'p ketadi bunga ham, lekin xudo xolasa sifati a'lo darajada bo'ladi. Material, mehnat haqiqatdan ketadi. Endi mana buni tomosha qilamiz. Bu darvozamiz Toshkentga. Toshkent shahriga. Toshkentga. Bu darvozamiz ham vesi o'ta og'ir. Bu 3 qavatli holatda 14 lik rossiyskiy shvellarda bo'lgan. O'zlari shu yerga kelib, sex ko'rib, zakaz berdilar. Mana chiroyli qilib chiqardi. Endi rangini o'zlari tanlab berdilar. Rangini biz o'zimizga qo'yib berganlarda yana ham chiroyliroq qilib berardik. Yana ham vidini. Lekin xudo xolisa uy egalari shu rang yoqdi. Mana chiroyli qilib chiqarib berdi. Videolarni tashladik, ko'rishdi. Bu darvoza orqa oldi asosiy listi 2. Asosiy listi mana. Listning qalinligi 2. Orqasiga 1.8 list yopganman. U ham kichkina emas ekan. Mana darvozaning qalinligini yonidan bitta ko'rsatib qo'ying. Juda mustahkam, juda baquvvat darvoza. Qo'l o'zi sezadi original listni. Albatta. Mana ishlar ham xudo xolasa chiroyli qilib, mana gullarni ham bitta ko'rsatasiz. Gulini o'zi ham juda qimmat gul. Mana gullar juda zo'r. Qancha buni kvadrat metr endi? Buni Rustamjon 1 million 650 mingdan olganmiz. 1 million 650 ming so'mdan olganmiz. Xudo xolasa kimgadir yoqsa shu darvoza, buni 2 qavatli variantini ham sal yengillatib qilsak bo'ladi. 12 lik, 10 lik shvellarda qilib, qulayroq variantini qilsak ham bo'ladi, xudo xolasa. Buni olgan narximiz o'sha 1 million 650 ming so'mdan. Qanchaga bitdi endi? Esingizda bo'lsa, shuncha darvozani eslab qolish oson emas. Bu darvozamiz hisobimda 24 millionlar atrofiga borgan. Ko'pchilik bilishmas ekan, kvadrat metrini aytsak, darvoza nech pul bo'ldi deb so'rashyapti-da. Shunaqa. Hozir mana eshitdingiz. Shunaqa summasini. Endi do'stlar, qaranglar, mana bu darvozani tomosha qilinglar. Darvozamisan, darvoza. Bunga juda katta mehnat ketgan. Albatta. Bu darvozaga narxini aytsam, oxo, qimmat tuyulishi mumkin, lekin bunga qilingan mehnat, qilingan xarajat, bunga berilgan mehr o'ziga yarasha bo'ladi. Rustamjon, Buxoroga bu ham. Buxoroga. Buni yonida yana bitta darvozasi bor. Ikkita darvoza olganman bitta xonadondan, xudo xolasa. Bunisi tayyor bo'ldi. Nargisoz ichkarida beskraska holatda ko'rsatamiz buni ham. Bu o'sha mashhur yulduzchali darvozamiz. Oradan videogacha 4 ta 5 ta o'rnatib berdik. Bu darvozadan. Hozir ichkarida ham buni chornovoyga holati, gruntovkaga tayyor holatlari bor. Buni ko'rsatamiz. O'sha metr kvadrati $200 qilib beramiz bu darvozani. $200. 1 kvadrat metr $200 qilib beramiz. Lekin necha qavatli bu? Bu o'sha 3 qavatligi, eng zo'ri. Polni shvellar. Mana bitta orqasini ham hozir ko'rsatib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Oldi tarafidagi eshikni qarang. Avtoritet darvoza bo'pti lekin. Qaranglar. Eshigi ham haliga qalin narsadan yasalgani bilinib turibdi-da, mana qo'l tekkanda. Orqa tarafi silliq, fiks bo'lar ekan. Solidniy sentr zamok turibdi mana bu yerda.
Endi uy ichkarisi tarafida bu. Ichkari tarafi. Shuni ham shunaqa qilsa bo'ladi aslida orqasini. Orqasini ham qilsa bo'ladi, lishniy расходda bu. Juda qimmatlab ketib qoladi. Kimdir xohlab qolsa qilib berasiz. Lekin qilib beramiz. Oldi orqa bir xil listni qilib beramiz. Mana shunaqa qildirmoqchi bo'lsangiz orqa tarafdan imkoni iloji bor narsa ekan. Rustamjon, buni materiallarini bitta tanishtirib o'tay. Albatta. Xo'p, buni polni 12 lik shivelerda bo'lgan. TVsi 8 ga 12 lik profil qo'yiladi. Mana hattoki nalichkasini o'ziga 8 ga 6 profil qo'yganman. Shtampovka pechat darvozaga ishlatamiz ko'proq. Lekin nalichkaga qo'yganman. Juda baquvvat. Mana gullari ham ko'vinli, juda chiroyli chiqadi. 1.8 listmi? List 1.8 2 qavat bo'ladi bu. Manasi bilan 3 qavat. 3-qavat. Xudo xolasa polni 100% metall, mayda metalligacha qalin chiroyli qilib ishlab berganmiz. Metr kvadratini o'sha 200 dollardan olib dahshat ekan darvoza yasashadi. qilib berdik. Buxoroga. Xudo xolasa yana ichkarida yana ko'rsatamiz. Necha kvadrat chiqadi? 15 kvadrat chiqadi? Ha, bu darvozamiz xo'sh Общий boshqa ishlar bilan birga 5000 dollardan oshadi. Yana bitta darvozalari bor. Ha, qo'shimcha. Buni narxi o'sha 3700 dollar atrofida bo'lgan. Ha. 3700 dollar. Azizlar, eslatib o'taman. Mana shu yerda shu darvozani yasagan ustaning nomeri turibdi. Uyalmasdan, hijolat qilmasdan telefon qilib gaplashing. Aytgancha narxini aytyapti, ozgina kelishadigan joylari ham bor lekin mabodo qo'lini maytganlar kelib turib mana shu yerga o'zingiz tanlab. Endi Samarqand fason bu. Bu Samarqand fasonni bir gibrid varianti. Buni ham o'zimiz ideya qilib berdik. Bu Toshkentga Begavodga. Toshkent Begovod. Xudo xolasa, buni beznalishga holatda. Mana bolasi Rustamjon. Bolasi. Xo'sh, Namanganga qilib berdim. Telegramdan rasmdan tashladik, yoqdi. Xuddi mashinadan qilib bering, hamma yo'g'i bir xil bo'lsin dedilar. Mana o'sha Namanganga qilib bergan, qandoq qilib bergan bo'lsam, Toshkentga ham qilib berdim. Xo'p, buni kvadratini 1.450 mingdan olganman. 1.450 mingdan olganman. Endi Rustamjon bitta narsa. Mana ikki profil, bir ham profil mana. Polni shumka qilingan bu ham. 2 qavatli holat bo'lsa ham, lekin mana list ko'tarib shumka qilib, gullari kakpolojni irinmasdan qilib tayyorlab chiqardik. Xudo xolsa, obunachilaringizni 1.400 mingdan qilib beraman. 50 ming so'mdan. Usta sizda qarang, tepalarini ham boplabsiz lekin. Albatta. Kesilgan. Juda akkuratniy chiqqan. 2 qavatliga? Bu 2 qavatli holatdagisi. 1.8 yoki 2 li? Yo'q, listi 1.8. 1.8. Listi 1.8, sharner tomon 1.7, asosan suv tegadigan shveller 12 lik. Ichidagi profillar 1.5 tenkalik. Listi 1.8. Mana uni bilasiz, o'zi eng qalin 0.9 bo'ladi. Undan qalin bo'lmaydi. Qalin bo'lmaydi uni ustidagi. Bo'lmaydi. Endi kvadrat metri qancha buni? 1.450 mingdan olganmiz buni. Ha, so'ragan aytdingiz. 1.400 ming so'mdan, xudo xolisa, obunachilaringizni chiroyli qilib beramiz. Kraskalariga qanaqa garantiya? Xo'p, kraskalarni gapiradigan bo'lsak, kraskalar hammasi o'sha avtomobilning kraska. Kraskasining kafolati bor, Rustamjon. Banishni, обязательно banishni sepiladi. Shtampovka darvozaga ham prostoy kraska sepmaymiz. Orqasi prostoy kraska bo'ladi, lekin uni ochiq aytishimiz kerak. Orqa oldi banishni bo'ladigan bo'lsa, narx qimmatlab ketib qoladi. Bo'ldi, sep beraver degan akalarimizga sep beramiz. Do'stlar, endi shunaqa darvoza olsangiz sizga maslahat berishim shart emas, o'zingiz bilasiz, lekin tepasiga kazirok qilishingiz kerak. Kazirok chotkilab. Uni ham qilib beradi usta. Qilamiz, xudo xolasa. Kazirokni zo'ridan shunga mos. Bor kaziroklar ham, chotkilari bor kaziroklar. Yomg'ir tushmaydi, zo'r bo'ladi lekin. Endi mana bolachasi bilan narxi qancha bo'ldi endi? Xo'sh. Bolachasi bilan endi bu darvozamiz 380 ga 380. Xo'p. 1.5 ga bu yog'i 270. 1.400 ming so'mdan shuni ko'paytirsa chiqadi. To'g'risiga ismdan chiqib qoladi Rustamjon. Shuncha darvoza, 40 tadan oshiq darvozamiz bor, narx-navosi ismdan chiqib qoladi. Surxondaryoga. Samarqand. Surxondaryo. Samarqand fason Surxondaryoga. Samarqand fason Surxondaryoga. Bu o'sha 1.250 ming so'mdan olganmiz buni. Ha. 1.250 ming so'mdan o'sha mana kakpolojni 1.7 profilga ichi 1.5 stenka, 1.8 lis, 0.9, buni ham utiblit qilingan, mana vibrali aylangan. Mana bu yerda ham gullari bor. Buni qo'yishga ulgurmabdi bolalar. Qo'yishadi. Ha, 1.250 ming so'mdan nalichkalari bor. Tumbalari, nalichkalari bor. Qo'yishga uspet qilmadik. Xudo xohlasa cheklanmagan miqdorda zakasini olamiz. Bemalol. Zo'r. Xo'p, yana bitta shtampovka darvoza. Toshkentga, Angrenga. Buni ham o'zim o'lchab kelganman. Bu shu Buxorodan Qashga kirib o'lchab kelgandim. Xo'p. Buni razmeri balandligi 3,5, eniga 4 metr bo'ldi, Rustamjon.
shtampovka darvoza, o'sha 750 ming so'mlik varianti. Hop, kimga qiziq bo'lsa, bizda o'sha shtampovka ham polniy hammasi mana profillargacha 6 ga 4 profillar qalin bo'ladi. Ularga 1lik, 1-2lik stenkalar ishlatmaymiz. Eng parashi 1-3 qo'yamiz. Vibra aylanmaydi. 1,5 profil aylanadi. 1 metr vibra, 3 metr vibrani puliga 1 metr beradi mana undan. Shuni hisobini olish kerak. O'shuning uchun narxi 50 ming so'm qimmatroq, lekin sifati zo'r. Xudo xolasa. Nech pul dedingiz kvadrat? Buni kvadratini 750 ming so'mdan olganmiz. Obunachilaringizga ozmoz kelishtirib beraman. Gap yo'q, xudo xolasa. Xo'p, mana eshiklarimiz. Bu eshikdan 5 ta hammasini termadik. 5 ta xuddi mana katta darvozasidan 2 ta darvozasi bor. Darvozaxonada turibdi, uni ko'rsatamiz. Xorazmga olganman, bitta xonadonga kattay qilib, aylanpa qilib qurgan ekanlar, chiroyli qilib. Xo'p, bu ham xuddi o'sha bosh darvozalar bilan bir xil darvoza. Xo'p, ochilishlari. Bu mana 2 qavat uteplyot mana. Ko'rdingiz-a? Ko'rdim. Juda baquvvat. Uteplyotli holatda. Bular kvadratda qancha yuradi? Bularnikini 1 million 200 ming so'mdan olgan. Kichkina bo'lgani uchun, Kichkina bo'lgani uchun ham общий darvozani hisobida ketgan. Asli 1 million 200 mingdan bu kichkina ish qaplamaydi. Lekin o'sha общий summani ichida bo'lgani uchun 1 million 200 ming so'mdan olganmiz. Xorazmmi, Hozorasovga. Mana bu bitmagan darvoza ekan-a? Buni ham terib qo'yinglar dedim. Nimaki xalqimiz ko'rsin, qanaqa metal ishlatyapmiz, nalishkasini qanaqadan qilyapmiz mana. Nalishkasi ham o'sha qalinlik. 1,5 stenka rossiyskiy listda bo'ladi. Polniy shtampovkaniki ham, mana nimalarniki ham. Bu o'sha Namanganni o'ziga olganmiz, xudo xolasa. Bu ham tayyor. Kraskasini sepib o'rnatib beramiz. Bu lazerli darvoza 1 kvadrat metrni 1 million 250 ming so'mdan olganmiz. 2 qavatli holatda. Endi mana o'sha ikkinchi qavat hisoblanadi. Asli 1 qavat. 1 million 250 ming so'mdan xudo xolasa. Bosh holatda qoladi bu. Xohlovchilarga bu yerga listdan qilib beramiz, lekin nirjavekadan ham qo'yib beramiz. Juda zo'r. Do'stlar, qaranglar, hozir biz erinmasdan boshladik, ana yerdan boshlab hamma darvozani ko'rib chiqdik. Endi ichkarida sex bor, sexda ham yana darvoza bor, o'shalarni ham ko'ramiz. Sex mana shu yerda. Sex shu yerda o'zida. Sex bu yerda. Hozir sexdan oldin men so'ramoqchi edim, boyaga darvoza kvadrat metri 150 ming so'mlik. Ha. Mana. Shuni ko'raylik. Samjon. Balandligi 260, eniga 240. Polniy 1.3 dan mana 1.3 100% qalin materialli bo'lgan. Polniy to'rtta tomoni ham 15 profili qalinida bo'lgan. Kesaklari bu. Kesaklari. Kimga xudo xolisa kommentariyaga yozib, xudo xolisa gaplashamiz. Chiroyli qilib. Aslida bu qancha turadi kvadrat metri? 650 ming so'm turadi. 650 ming so'm. 650 ming so'm 1 kvadrat metr 650 ming so'mlik darvoza. Razmerini qaytaravering. Xo'p, eniga 240, balandligi 260. 240, 260. Agar kimga muhtoj oilaga, misol uchun shu darvoza kerak bo'lsa, kommentariyaga yozing. Shuni kvadrat metrini 150 ming so'mdan 150 ming so'mdan. Aslida kvadratida 500 ming so'mdan arzon qilib beramiz. Xo'p, mana yana bitta shtampovkamiz. 6,5 metr eniga, balandligi 390. Yo'q, hozir bu bittami bu? Ha, bu bitta darvoza, kesaklarni ko'rsatamiz. Buxoroga bunisi. Buxoroga. Manisi old orqa bir xili. Bu ham o'sha 1 million 200 ming so'mlik varianti. Xorazmga 5 ta mayda eshigi bilan. Juda zo'r. Endi Rustamjon o'sha eng krutoy darvozamizni mana ish jarayoni. Krutoymisan, krutoy darvozani. Ish jarayoni. Endi bu qaraganingiz oddiyaligi odamga shunaqa ko'rinadi, lekin bu bitgandan keyin o'zingiz uza olmaysiz bu darvozadan. Metallarni ko'rsatib o'tayversa, endi sex chang bo'ladi. Visi ham bu 4 kishi ko'tarib bo'lmaydi. Qancha mashina kvadrat metri? Bu o'sha $200 darvoza. $200 darvozani ahvolini qarang hozir. Bitgandan keyin ko'ramiz uni. Mana bu Buxoro u birinchi ko'rsatgan darvozamiz sherigi. Nirjavekasini yopishtiramiz endi. Xudo xolisa ortamiz. Do'stlar, mana sexni kattaligini qarang. Qishin yozin shu yerda mehnat, ish to'xtamaydi. Ish jarayoni mana shu yerda bo'ladi. Agar siz darvoza zakaz qilsangiz, mana shu yerda bitadi. Sexlar mana ichkarisi, hozirgi ko'rsatgan joyimiz ichkarisi
Bu ham kichkina darvoza emas ekan, mana bu bitayotgan, ha? Rustamjon Tojikistonga. Ha, Tojikistonga o'tgan safar videoroligimizda juda ko'p zakazlar bo'lgandi. Tojikistonga. Bu Tojikistonga hozir ko'rsatamiz, salkam 7 metrli darvoza, $5000 oshiq. Oh. $5000 oshiq turadigan darvozani ko'ramiz. Mana bu qanaqa? Mana kaziroglar. Ha, mana Bu kazirog. Uylan oldiga kaziroglar mana. Mana shu darvozalarning egasini kaziroglar. Xudo hozir bular ham tayyor. 4 metr eniga 4 metr chiqadigan darvozaga kazirog nech pulgacha tushishi mumkin o'sha razmerda? Hop, 7 milliondan 15 milliongacha bor. Endi qanaqa yasanishiga qarab, formasiga qarab. To'g'ri. Mana bu qanaqa darvoza bu? Juda katta narsa ekan bu. Hop, bu darvozamiz ham o'zimizni mana 1000 blok qolganmiz. Pechatli darvoza. O'sha darvozani nalishkasi. Pechat bilan lislini ajratib turib bu mana shunaqa. pechat ekan mana shu. Qalilligi baquvvat. Mana metallarimiz. Mana 1.7 stenka, 1.5 stenka, 1.3 stenka mana. Pechatli darvozalarimiz bundan tayyor bo'ladi. Lisli darvozalarimiz bundan samimiy agar shu yerga kelib zakaz berishsa, o'zlari ko'rib, mana menga albatta, meni eshigim Rustamjon o'tgan videomizda ham aytganman. Ertaman 7 da ochiladi, kechqurun shomgacha eshigim ochiq turadi. Bemalol kelib, men sexi o'zidan zakaz bersa, men xursand bo'laman. Chunki ana do'stlar, mana siz. Men seximga kelgan odam 99% zakaz berishadi. Kerak bo'lsa. Albatta. Hop. Oh. Rustamjon o'sha kurto $200 darvozamizni Chornovoy holati Tojikistonga, xudo xolisa, общий razmeri balandligi 3.60 nalichkalari bilan. Eniga hop salkam 7 metr. 7 metrli darvoza, hali bitmagan holatda. Bitmagan hali. Hali bu bitsin, qo'shimcha yana syomka qilamiz, alohida video qilamiz. Xudo xolisa, shu bitgan kuni syomkasini olamiz, xudo xolisa. Samarqand fasollar. Mana kaziroglarning yon qismi. Ana yon qismi. Yon qismi. Xo'p. Bu darvozamiz qayerga? Adashmasam Qo'qonga. Bo'ldi. O'zim bor o'lchab kelganman Qo'qonga. Ketdik yana mana. Samarqand fason yana. Hammasi velikan darvozalar. Hozir yasaladi. Samarqand fason mana. Andijonga. Xudo hozir bu ham svarkadan chiqdi. Keyingisini o'rnatamiz. Dahshat lekin. Oho, bu darvozalar hali bitsa qanaqa darvoza bo'ladi-yu? Bu ichkari sexmi endi? Rustamjon mana kaziroglarning tagi qismi. Kaziroglarni. Kazirogga ham bunday qilib mana listdan tayyorlataman o'zim, katta qilib mana 15 ga 15, 20 ga 20 qilib tayyorlatib erinmasdan. Qalinligini zakaz qalinligi 2 lik 1.8 listdan tayyor qilib beramiz. Bitta mana shu yerdan shunday chiqib ketamiz endi. Mana Samarqand fasollarining yon qismlari pianinoga o'xshaydi. Yon tarafdan qaraganda. Mana shu darvozani ham bitta ko'rsataylik. U Samarqand yo bu boshqa ekan? Yo'q, bu umuman bu sexda birinchi marta qilyapmiz. Xudo xolasa, o'sha tashqarida yulduzchilik darvozamizni yoniga yonmayan bitta odamga. Bitta odamga o'sha kvadrati 1.700.000 so'mdan olganmiz buni. 1.700.000 so'm. Xudo xolasa keyingi videomizga obzatini chiqaramiz, xudo xolasa. Dahshat video bo'larkan keyingi video. Xudo xolasa. Mana ishlar Jizzax ishlari. Mana shtampovkaga gruntovka sepasizlarmi? Mana shu gruntovkaning eng tozasi, zo'ri. Tozasi mana shu. Chunki shtampovkaga ham, umuman lisli darvozaga ham shu gruntovkani zo'rini sepmasangiz kraska archilib ketyapti. Eng zo'ri, xudo xolasa. Bu o'sha Buxoroga darvozaxonada turgan darvozani nalishkalari. Do'stlar, erinmasdan mana shu yergacha kim ko'ryapgan bo'lsa, yozinglar qayerdan bo'lsangiz, Andijondanmisiz, Jizzaxdan, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Guliston, Sirdaryo yozinglar. Men shu yerdan o'tirib tomosha qilyapman deb yoki Rossiyadanmi, Qozog'istondanmi. Like-ni bosinglar albatta. Xo'p, endi bu yerda hamma darvozalarni ko'rib chiqdik-a? Ko'rdik. Usta bo'lmasam doim ishlaydigan nomeringizni живой holatda bitta eshitaylik. Xo'p, 99 kodi bilan Rustamjon. Hop, 231 0770 95 kodi bilan 276 55 55. 55 55 raqam ukamda turadi. Ismlari Fathiddin. Sex kontrol, hamma shu darvoza ishlab chiqarish sohasi shu ukamning qo'lida. Men asosan ko'chada o'shalarga ishlar bilan shug'ullanamiz, albatta. O'lchash, shunaqa ishlar bilan shug'ullanamiz. Turuvchi inson akuka ishlashadi, o'zlari vazifalarni bo'lib olishgan, ya'ni bu inson
Asosan aslida-yu. 55 raqamiga bemalol telefon qilishar edi. Buni narx-navolarni o'zi dogovorni qilib, bemalol gaplashar edi uka. Xudo xolasa. Zo'r azizlar, Darvoza videomiz juda zo'r bo'ldi, ancha foydali bo'ldi. Ko'rsatuvni mana shu yerda yakun yasaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.